Yaqında Elon Musk'ning Texas shtatidagi darajadan tashqari zavodda suratga ilingan 3 soatlik suhbati jamiyatga e'lon qilindi. To'rdoshlar, yangi yilning boshlanishidagi portlash xarakterlik suhbat deb atagan bu blog to'limi oddiy bir paranglashish. Qarmaqa undaq dabdabalik so'z iboralar ishlatilmagan. Xuddi Muskning so'tchilarga xos talaffuz bilan butun insoniyatga o'qib berayotgan madaniyat islohoti hukmnomasiga o'xshaydi. Men bu 3 soatlik blogni atgandan ta kashkirgacha qayta ko'rdim. Bir tarafdan vujudimni qo'rqinish bassa, yana bir tarafdan meni hayajonga soldi. 10 soat vaqt sarf qilib, inchki halqalarni qayta chuvib, ratlab chiqdim. O'zimda to'liq bir tushuncha hosil bo'lgandan keyin sizlarga so'zlab berishga petin oldim. Bu odatdagi axborot e'lon qilish yig'ini emas. Odamning ishongiz kelmaydigan yeri shuki, bu odam 3 soat vaqt ichida kelgusi 10 yilda insoniyat jamiyatida yuz beradigan ishlarni xuddi rambaldek oldimizga tashlab qo'ydi. Uning gapiga ishonmay desak, burun bergan oldin bishoratlarning hammasi reallikka aylandi. 10 yil burun u qo'yib berilgan raketani qaytarib kelib, xuddi aeroplanga o'xshash takror ishlatgani bo'ladi deganda, butkul aviatsiya sohasidagilar uni jo'ylayotdi degan edi. Lekin u hozir yilga 170 qitim raketa qo'yib beryapti. Bu butun yer shariga qo'yib berilgan raketaning yarmiga barobar. U to'qliq avtomobil, may yiqilg'uliq avtomobilning o'rnini oladi deganda an'anaviy korxonalar bu avtomobil sanoatini tushunmaydi deb mazoq qilishgan edi. Hozir Tesla'ning bozor qiymati Toyota, Volkswagen, hamma bab qatorliqlarning bozor qiymatining yig'indisidan eshib ketdi. Demak, u degan mumkin bo'lmaydigan ishlarning hammasi keyin reallikka aylandi. Shuning uchun meningcha uning bu qitim qilgan gaplarini o'ylanib beqish arziydi. Chunki uning har bir hukmi matematikalik, fizikalik tanglimlarni yashash tafakkuri bo'yicha hisoblab chiqarilgan. Hargizmi ilmiy fantaziyalik, xiyoliy faraz emas. Bu qitimlik suhbatda u o'tirib qo'ygan 4 cho'ng bishorat, 3 cho'ng yadrolik hukm va yashash taklifi har bir odamning ishga o'rinlashish, yashanganda kutinish, bola tarbiyalash, kasal davolatish qatorliqlarga munosabatli bo'lib, kelgusidagi yashash qo'llanmasi desak ortiqlik qilmaydi. Amistuvanda insoniyat madaniyatining tuvan qatlam logikasini o'zgartirib o'tadigan 4 cho'ng yadrolik bishorat qarab boqaylik. Oldi bilan suhbatning kishini eng hayron qoldirdigini, Musk 2026-yili hamma bab sun'iy aqliy iqtidor umumyuzlik maydonga keldi. U ovozdan tez dengiz toshqini degan so'z bilan bu o'zgarishni tasvirlab, dengiz toshqini yetib kelsa, qochaman debmi qechib qutulolmaysan dedi. AIG hargizmi hozirda paranglasha oladigan, sxemasiz oladigan, raqamlarni yoza oladigan qurol AI emas. Balki mustaqil fikr qila oladigan, hukm chiqara oladigan, murakkab masalalarni hal qila oladigan raqamlik cho'ngmanga. U insonlarning es-tuyg'ularini tushuna oladi. Soha halqib, yangilik yaratish iqtidoriga ega. Barliq aqliy vazifa jihatda insonlarning ichidagi eng aqlliqlarni besib tushidi. Muskning tushuntirishicha, AIGning taraqqiyotining bundoq tez bo'lishi aqliy iqtidor zishligidagi bo'sishdan kelgan. Navbatdagi AIning unumdorligini yana 100 o'stirish bo'shlig'i bor. U tuzsizlik ish emas, balki atom reaksiyasiga o'xshash zanjirsimon portlash. Insonlar har yili 10% eshitdak geometriyalik tafakkurga odatlanib qolgan. Atom reaksiyasiga o'xshash zanjirsimon portlash tipidagi ishning zodi qanchalik qo'rqinchli bo'ladiganligini tasavvur qila olmaydi. U xuddi qachida bakteriya o'stirganga o'xshaydi. Oldingi 20 soatda bakteriya aran qachining 1% ni egallagan bo'lsa, oxirgi 2 soatda butun qachiga liq to'lg'iniga o'xshash bir ish. Odamning tilini shurkandirdigini u so'zini davomlashtirib, 2030-yilga borganda AI'ninki aqliy iqtidor umum miqdori butun insoniyat aqlining yig'indisiga tenglashidir. 2035-yilga borganda AI aqliy iqtidori insonlardan uzil-kesil eshib ketadi dedi. Bu insonlarning yer sharidagi eng aqlli jonliq emasligidan, necha ming yillik madaniyat tarixining burilish nuqtasiga kelganligidan derak beradi. Agar kelgusida asosiy rolni AI o'ynasa, andaqda insonlarning roli nima? degan savolga Musk biroz o'ylanib olgandan keyin, insonlarning asosiy burchi avlod qoldirish, hayotlikni biologiyalik yetaklash programmasi bo'lishi mumkin. İnsanlarning oxirgi burchi texmi yuqori darajalik hayotlikni yaratib, madaniyatni avlodma-avlod davomlashtirish bo'ladi deb javob berdi. Texnikaning burilish nuqtasi bo'lgan AIGning yetib kelishi keltirib chiqaradigan oqibat shuki, bundan keyin emgak kuchining tanlarqi 0 bo'ladi. Musk mundaq dedi: "Bu xil o'zgarish shildirlab oqadigan eriq suyi emas, balki koni iqtisodiy tartibni vayron qiladigan ovozdan tez dengiz toshqini." O'tib ketgan 200 yillik sanoat inqilobining yadrolik logikasi emgak qilib haqiqiy edi. Mayli ko'k yoqliqlarning jismoniy emgigi bo'lsin yoki oq yoqliqlarning aqliy emgigi bo'lsin, mohiyatni aytganda vaqti va texnikasini hayot kechirishga zarur bo'lgan boyliqlarga aylantirish. Lekin aqliy emgakni AI
jismoniy emgakni mashina odam o'tkazib olsa, bu xil tuvan qatlam kelishimi uzil-kesil amaldan qolib, Maskning mo'ljallashicha 2040-yili yer sharidagi mashina odamning soni 10 milliardga yetib, insonlarning umumiy sonidan oshib ketadi ekan. Bu mashina odamlar yapishmaydi, aram olmaydi, o'z-o'zini nusxlay oladi. İnsanlar birinci avlod mashina odamni yasab chiqsa, ular turkumlab texmi ko'p mashina odamlarni ishlab chiqara oladi. Texmi muhimi, AI'ning mashina odam bilan birlashishi ishlab chiqarish unumdorligini texmi oshiradi. Bir mashina odam doktori ko'zni yumib ochqicha necha million operatsiya tajribalarini egallay oladi. Zavodlardagi mashina odamning ishlab chiqarish unumdorligi necha ming ishchiga barobar keladi. Bir AI loyihalovchi 1 sekund vaqt ichida tuman yurish loyihasini bitirib chiqa oladi. Mahsulot tanlarqidagi salmog'i eng cho'ng bo'lgan xarajat, odam kuchi haqqi 0 bo'lganda, mahsulot tanlarqi faqat xam material xarajati va tok haqqidan tarkib topadi. Ana shu chaqqa borganda moddiy ashyolar intayin mo'llashib, xuddi havo, suvga o'xshash arzon ham yetarli bo'ladi. İnsanlar yashash uchun xizmat qilish asoratidan uzil-kesil qutuladi. Ya'ni ishlab pul topmasingizmi bo'ladi. Uchinchidan, kimlar avval chalinib ketadi degan savolga qarab Mask o'ylamagan bir javobni berdi. Uning qarashicha, ahli emgak qiluvchilar jismoniy emgak qiluvchilar qaraganda texmi xatarlik ekan. Nurg'unlagan kishilar AI oldi bilan oddiy takrorlanib turadigan jismoniy emgakning o'rnini olib, ishxonada o'ltiradigan ahli emgak qiluvchilar eng bexatar bo'ladi. Qandaqli degan bilan ular 10 necha yil o'qib, nurg'un kinishkalarni elib, oliy darajalik ahli emgak qiluvchilar emasmi? Deydigan xato qarash bor. Amaliyat dal uning aksicha. Mask mundaq deb aniq ko'rsatdi. AI'ning asosli iqtidori uchurlarni bartaraf qilish. Yoqiliqlarning xizmatimi dal ana shu. Alayliq, doklad yozish, parcha-purat uchurlarni birlashtirib xulosa chiqarish, PPT yasash, son sifrlarni suratli qilib ifodalash, moliya analizi, hisobot daftaridagi sonliq ma'lumotlarni tijorat hukmiga aylantirishdan iborat. Hatto programma tuzish, loyihalash, planlash qatorli xizmatlarning mohiyatimi uchurlarni kirgizish, bartaraf qilish va chiqarib berish. Bu xizmatlardan AI'ning asosli iqtidori. AI'ning bu xizmatlarni ishlash unumi insonlarnikidan necha yuz darajasi yuqori. Uning ustiga mashina odamlar xatolashmaydi, maosh olmaydi, dam olmaydi. Aksicha real dunyo bilan cho'nqur aloqa qilishga to'g'ri keladigan xizmatlarning o'rnini olishi texmi tez. Masalan, tug'ut boquvchi bola boqqanda bovoqning kayfiyatini his qila olish kerak. Suv to'kishchisi o'zgaruvchan muhitda tamtishib, tok suv turbalarini o'rnatish kerak. Tashqi kasalliklar doktori qon bilan go'shtni farqlantirish qiyin bo'lgan odam tenida to'g'ri mashg'ulot qila olish kerak. San'atkor o'z hissiyoti bilan asarga ruh ato qiladi. Yuqoriqilardek murakkab fiziklik muhit va insonlarning hissiyotiga munosabatli xizmatlarni qanday bartaraf qilishni AI'ning qisqa vaqt ichida egallab ketalishi undaq osonga tushmaydi. Kulkili yeri shuki, biz jinimizning barcha tirishib kirgan ishxona xizmati amaliyotda AI'ning zarbisiga eng avval uchraydigan ig'ir ofat rayoni ekanligini bilmayotganligimizda. Maskning mo'ljallashicha kelgusi 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan vaqt ichida yarimidan ko'proq Kunuk taxtisi chekib, internet to'rining uchurlashtirish xizmatiga tayinlangan yoqiliqlarning ish o'rni yo'q bo'ladi ekan. 4-dan, har bir odam bilan tuzish munosabatli bo'lgan ma'rif, davolash to'g'risida Mask ochiq qilib, boshqalar bilan do'stlashaman, aloqa qilish doiramni kengaytiraman desang, oliy maktabga berib o'qisang bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, oliy maktabda o'qishning qilchilik ahamiyati yo'q. O'qish faqat ijtimoiy aloqa kechirmishi bo'lib qoladi dedi. Buning sababi intayin oddiy. Hozirgi ma'rif andisi bir o'qituvchi necha 10 o'quvchiga dars beradigan zavod ahmiliniya andisi. AI'ning har bir o'quvchining o'rganish ritmi, ojiz joyi, qiziqish nuqtasiga asosan dal joyida dars berib, birga bir yetakchilik qila oladigan unumini an'anaviy ma'rifga silishtirgan bo'lmaydi. Odamni texim hayron qoldirdigini Maskning davolash sohasiga bo'lgan hukmi. Kelgusi 3 yildan 5 yilgacha mashina odam doktorlari insonlarning oldingi qatordagi doktorlardan eshib ketadi. Endi yana doktorlikni o'rganishning ahamiyati qolmadi dedi. Bu hargizmi quruq gap emas. Bu AI'ning ham bahirlangan bilimni asli qoldirish afzalligidan kelgan. Bir odam doktori umrda eng ko'p bo'lganda necha ming operatsiyani tamomlay oladi. To'plagan tajribasi cheklik bo'ladi. Uning ustiga charchaydi, qo'li titraydi, kayfiyatning ta'siriga uchraydi. Mashina odam doktorlari dunyodagi necha 100 million boshqa mashina odam doktorlari qilgan operatsiyalarni ko'zni yumib ochqicha o'z sistemasiga tushira oladi. Demak, uning mahorati zavoddan chiqqan hamon eng yuqori pallaga yetadi. Uningdan boshqa mashina odam o'rganib olgan yangi texnikani shu vaqtning o'zida yer shardagi barliq o'xshash tipdagi mashina odamlarga ham bahirlab turadi. Bu deganlik, har bir mashina odam ega bo'ladigan bilim barliq inson doktorlarining tajribalarining yig'indisiga barobar keladi.
Uningdan boshqa mashina odam oltera, qizil nur, benafsha nur, alohida spektri orqali odamlar ko'rolmaydigan hujayra to'qilma nurining tafsilotlarini kuzatib, dastlabki bosqichdagi rak hujayrasi, qon tomirlaridagi kasallik o'zgarishlarini dal vaqtida farqlantirib, qilchi xatosiz operatsiya qila oladi. Maskning mo'ljallashicha, kelgusida odatdagi kishilarmi prezident darajalik davolash mulozimatidan bahramand bo'la oladi ekan. Faqat yuqori darajalik AI davolash sistemasiga kirsila, mayli siz qayerda bo'lmang, eng yuqori darajalik davolash loyihasiga erisha oladi ekansiz. An'anaviy tibbiy universitetlarning tarbiyalash andisasi bo'yicha avval 10 yil nazariya o'rganasiz. Klinikalik tajriba to'playsiz. Hamda o'qish bitirib xizmat qilaman deganingizda, mashina odam doktorlari hamma tarafdan sizni eshib ketadi. Uningdan boshqa, kelgusi iqtisod sistema muqarrar holda umumiy xalq yuqori kirimlik bo'ladi dedi. Kishilar andish qilayotgan xizmat yo'qolgandan keyin insonlar qanday hayot kechirdi degan savol qarta Maskning javobi: umumiy xalq yuqori kirimlik bo'ladi. Hukumat bevosita pul tarqatadi. Bu hargizmi xayr-saxovat emas, balki iqtisodiy muqarrarlik. Mashina odamlar tovarlarni cheksiz ishlab chiqarsa, tovarlarning bahosi nolga yaqinlashadi. Hukumat avom fuqarolarga pul tarqatmasa, g'oyat zo'r ishlab chiqarish kuchlarini iste'mol qiladigan odam bo'lmaydi-da, iqtisodiy sistema vayron bo'ladi. Moddiy ashyolar intayin mo'l bo'lgandan keyin pul emgakning haqqi bo'lmasdan balki iste'mol dokumenti bo'lib qoladi. Fuqarolarni zo'r miqdordagi tovarlar va mulozimatni iste'mol qilish iqtidoriga ega qilish uchun hukumat pul tarqatadi. Shuning uchun qayrganda kutinaman deb pul yig'ib avori bo'lmasingizmi bo'ladi. Kelgusi 10-20 yilda ya yer sharidan hammamiz yo'qolamiz, ya bo'lmasa pul endi muhim narsa bo'lmay qoladi. Pul butunlay yo'qolib ketmaydi. Balki pul yig'ib qayrganda kutinish logikasi moddiy ashyolar mo'l bo'lgan kelgusida uzil-kesil kuchidan qoladi. Yuqorilarni xulosalasak, Maskning ziyorati oldin aytilgan bishorat emas, balki davr signali. 2026-yili texnikada oddiy bo'sish hosil qilish emas, balki insoniyat madaniyat formatsiyasining burilish nuqtasi. Koni qoidalar kuchdan qilib, yangi qoidalar shakllanyapti. Koni ish o'rinlari yo'qolib, yangi fursatlar borliq kelmoqda. Biz texnikalik alohida bir davrda turyapmiz. Qo'rqishimizni, o'zimizni qochirishimizning qilcha ahamiyati yo'q. Fan texnikaning taraqqiyoti shaxsning irodasiga beqib to'xtab qolmaydi. 2026-yili biz ham davrning guvohchisi, ham taqdirimizning yaratuvchisi. Koni qarashning asaratiga uchirmay, tashvishlanmay, o'zimizning yadrolik qimmatini to'g'ri tepib, AI bilan mas qadamda taraqqiy qilgandilar. Ondan madaniyatni qayta qurish to'lqinida mazmun tuttasab turib, kelgusidagi gullanishga quchoq ochqili bo'ladi. Har qitimliq texnik inqilobida bir qism kishilar shallab etiladi. Shuning bilan birga yana bir turkum kishilar muvaffaqiyatga erishadi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar mangu ko'z oldidagi o'zgarishlarga ishonishga jur'at qila oladigan, o'zgarishlarga tashabbuskorlik bilan moslasha oladigan kishilardir.